Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Xo'p, gidroponika o'stirayotganda bir nozik joyi bor. Shunga e'tibor berib qo'yinglar, chunki ko'plar yozyapti. Men o'stiryapman, negadir achib qolyapti. Shuni bilolmayapman deb. Mana bu joyda bir bilasizlar, men latokit, mana bu joylarda teshiklari bor, suv tushib ketishi kerak bo'lgan mana. Suv jildirab oqib tushadi shu yerga. Endi shu ildizi o'sib ketib qoladi-da gidroponika. Mana shu teshiklarni yopib qo'yadi. Bunda qarasanglar mana chiqib qolgan o'sha teshiklar kirib, mana bunaqa ko'rinyapti mana. Mana shunaqa joylarni iloji bo'lsa kesib tashlash kerak. Bo'lmasa teshikni yopib qo'yadi. Bir mana qilib ko'tarib ham qo'ysanglar bo'ladi. O'shanda suv turib qolmaydi-da, achib qolish ehtimoli kamayadi. Mana shunaqa gaplar. Taninglar sog' bo'lsin. Ishinglar unumli bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat e'tiboringiz uchun.